Bolalar hozirgina eng so'nggi yangiliklarimiz yetib keldi. Men sizlarga ularni aytib o'tganmasman. Uni sirazi bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki 100 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Xo'p, bolalar, ulardan birinchisi Naruto kollaboratsiyasi. Bilasizlar, agarda PUBG Mobile Naruto bilan kollaboratsiya qiladigan bo'lsa, bu tarixdagi eng dahshatli anime kollaboratsiyalaridan biri bo'lishi aniq. Ularning ichidan Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura personajlari qo'shiladi va Shinobi rejimi ham bizlarga taqdim etilishi mumkin. Xo'p, bolalar, ikkinchi yangiligimiz esa yozgi mavsum uchun Odyssey rejimi qaytishi va qo'shimchasiga Spider-Man rejimidagi piu qiladigan maxsus fragment qo'shilishi. Albatta, bu esa bizga old vibe-ni yana qaytarishi mumkin. Xo'p, bolalar, eng muhim yangiligimizni sizlarga aytib o'tganimdan oldin doimgidek eng foydali ma'lumot Buldrop saytiga kiramiz, hisobimizni to'ldiramiz va promokod joyiga Koko20 deb yozadigan bo'lsak, qo'shimchasiga 20% lik bonuslarga ega bo'lib, любой bir kesni aylantirayotgan vaqtimizda omad kelish koeffitsiyentimiz yuqori darajada bo'ladi va Buldrop sayti esa har doimgidek eng ishonchli saytlardan biri. Xo'p, bolalar, mana eng muhim yangiligimiz esa bizni Ferrari kollaboratsiyasi kutmoqda. Nerealni bolalar, hali bunaqasi bo'lmagan. Shunday ekan, sirazi bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videomiz esa barcha jigarlarimizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.